Assalomu alaykum. Mana bugun Kralite 3v3 modelimizda remont qilish jarayonidamiz. Demak, so'qlamimizda tent qismi mana shu yerda ketgan, uzilgan. Va mana bu yerda termodatchigimiz charchagan ekan. Buni olib o'rniga bu yangi joylashtiryapmiz. Demak, so'qlam 3 qismi bu. Bu demak qotadigan holatda bo'ladi. Mana hozir remont qildik. Termodatchikni almashtirdik va buni o'z o'rniga joylashtirdik. Xo'sh, ana endi bu qismni joylashtirib olamiz. Buning uchun mana shu holatda qotib olishimiz kerak ozgina. Detallarni qo'yamiz. Iloji boricha shu ochishda ehtiyot bo'lish kerak, chunki mana bu yerda kontaktchasi bor. Shu kontaktchasi ketib qoladigan bo'lsa, uni payanlik orqali ulashda imkoni yo'q bu kontaktlarni. Faqatgina o'zi maxsus bo'ladi. Chunki bu yerda yuqori harorat o'zida muvozanat turadi, yuqori haroratda bo'lib turadi. Shuning uchun bu yerda payanlik orqali qilinmaydi. Xo'p. Bu tepa qism ushlab turuvchi qism hisoblanadi. Ikkinchi boltni qo'yib olamiz. Termodatchik agar ishlamaydigan bo'lsa, mana bu yerda qizil yozuvda heat tugmasi, qizil belgi berib, minusdan beradi haroratni. O'shanda termodatchik ishlamayotganligini bilamiz. O'quv jarayoni uchun qilingan ochib yopilish jarayonida bunda ozgina muammo bo'ldi. Muammo bartaraf qilindi hozir. Xo'sh. Demak, tayyor holatga keltirdik. Xo'p, termodatchigimiz mana bu yerda o'rtadagi kontaktga ulanadi. Bu yerda ko'chmaslik uchun maxsus plastik qo'yilgan. Tashlaymiz uni. Endi bu tentniki. Xo'sh, ana bunday ulandi, mana ulangan holat keldi. Ana endi biz bu yerda qotirish jarayoniga o'tamiz. Mana bu so'plarni o'zini qotirishimiz kerak. Faqat so'plarni qotirishda ehtiyot bo'ling. Qarang, mana bunday aylantirgan payt mana bu qo'shib aylanib ketadi. Shuning uchun tepadan ushlab turib aylantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu chappa rezvamiz. Aylantirib boramiz. Demak, so'plamizda bunda demak, hozir 0.4lik hisoblanadi bu. Buni 0.6, 0.8 versiyalari bor. 0.2si ham bor, lekin aynan Kralite endi 3v3 0.2 ga mo'ljallanmagan. Demak, 0.6 va 0.8 ga qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun yana bitta ma'lumot o'rnida aynan mana shu K1S ga ham tushadi. K1S la ham xuddi shunday nolja hisoblanadi. Faqat mana bu endi 3larga tushmaydi. Ularga boshqacharoq shakllantirilgan pokoleniya. Ana endi hop ustki qismi bu kullerlar asosiy anonsi. Demak, joylashtirib olamiz. Bu tepadagi o'zini maxsus joyi bor, platada. O'rnatamiz. Joylashdi. Tayyor holatga keldi, shay holatga. Birinchi tepa qismini tushirib, demak, keyin pastki qismni o'tib olamiz. Mana pastda ham yonida ikkita
sotuvchi qismimiz bor. Bolt. Siljib ketmasligi uchun korpusimiz. İkinci kısmını yapıp oturalımız. Öyle. Endi bo'ldi. Tekshirib olamiz. Demak, o'sha xatolik bergan vaqtda ko'rsatdi. Mana endi qizish jarayoni boshlandi. Detalimiz qo'ygan paytimiz xatolik bergani uchun to'xtab turgandi. Mana qizyapti. Mana shu hisoblamiz qizish jarayoni ko'rsatyapti. 48, 49, 50 уже 60 ga qarab chiqib ketdi temperaturamiz. Endi mana shu xatolik yo'q bo'lgandan keyin yana qaytadan ishga tushirish jarayoni berildi. Mana bu detalda загрузка qilib to'xtab qolgan joyidan edi. Demak, printerimizda hisoblash bo'yicha mana shunday muammo bo'ldi va muammo hal qilindi. Demak, qizish jarayoni ketyapti mana. Temperatura уже hammasi joyida, qizyapti. Termodatchik ishlayapti, temperaturani ko'rsatyapti. Endi hozir picha vaqtimiz ketib qoladi. Videoni cho'zilib ketmasligi uchun, chunki xona haroratimiz ozgina sovuq. Mana bu ishchi stoli ham qizish kerak, soqladan tashqari. Hammaga kattakon rahmat. 3D printer bo'yicha yangiliklar, fikrlarimizni almashib boramiz sizlar bilan. 3D fazada qoling. Tasmin dizayn guruh bilan birgalikda sizlarga yangiliklarni o'rgatib boramiz. Xayr, sog' bo'ling. Podpisatsiya bo'lishi mumkin.